Qo'shtepa tumanida ham paxta yig'im terimi uyushqoqlik bilan davom etmoqda. Erta bahordan boshlab halol mehnat qilgan tarmoqdagi agrotexnik tadbirlarni belgilangan muddatda sifatli o'tkazgan fermer xo'jaliklari barakali xirmon yaratdilar. Ayniqsa Shinjon usulida paxta yetishtirgan fermerlar birinchi terimdayoq gektardan 50-57 sentnerdan hosil olishmoqda. Tumanda tashkil etilgan paxta shtabi a'zolari mavsumning borishini monitoring qilib bormoqdalar. Mavsumda terim kombaynlari transportlar kuchidan samarali foydalanyapti. Qo'shtepa tumanida 2025-yil hosili uchun 144 ta fermer xo'jaliklarda 874 ta konturda 6400 gektar paxtani ekib parvarishladik. Shundan xorijiy navlardan 2575 gektarga ekdik. Uning ichida Shinjon usulida 810 gektarga plyonka ostiga ekilib, erta bahordan o'sha har bitta fermer xo'jaliklari tomonidan 300 kilo, 350 kilo o'rtacha amafos bilan birga qo'shib ekilib, o'sha agrotexnika tadbirlarini sajen bilan ishlashda, kimyoviy vositalar bilan ishlashda 2026-yil hosili uchun 7440 gektar maydonlarga boshoqli don ekish rejalashtirilgan bo'lib, hozirda ushbu bo'shagan maydon hamda ochiq maydonlarimizga 2230 gektar maydonga boshoqli donlarimizni mineral o'g'itlar bilan, fosforli o'g'itlar bilan ekishni boshladik. Ilgari qo'l terimi bo'lardi, ikkinchi terimni to terib nima qilgunimizgacha orada vaqt o'tib qolardi. Hozir bu ancha samara berib, hozirda erta kunda bug'doylarimizni ham ekib, xudo xolasa mana shu 10-oktyabrga qadar to'liq ekib tugatishni choralarini ko'rib olganmiz. Tumandagi fermer xo'jaliklari birin-ketin g'alaba manziliga yetib kelmoqdalar. Hozirgacha 50 ga yaqin fermer xo'jaligi dastlabki dovondan oshdi. Oripov Fazliddin nomli fermer xo'jaligi Xitoy texnologiyasi asosida g'o'za parvarish qilib, mo'l hosil yaratdi. 30 gektar yerda yetishtirilgan paxta xomashyosi kombaynlar yordamida 4 kun davomida terib olinib, reja bajarildi. Oldingi yillarda hosildorliklarimiz 25 sentner bo'lardi paxtachilikda, g'allachilikda 40. O'tgan yili g'o'zani 82-90 navini 60 sxemaga ekkanmiz. O'g'itlar solingan, suvlarni qo'ydik. Terim sentyabrda 7-sida boshlangan, 1 oy terganmiz. Qo'l terim qilganmiz. Xarajatlar endi juda baland bo'lgan. Bu yil erta bahordan shu Shinjon usulida Xitoy navini ekdik. 76 qo'sh qator sxemada ekdik. Agrotexnika tadbirlari ancha yengillik bo'ldi. 1 gektaridan 220 ming ko'chat qilindi. Qo'sh qatorligi uchun sajen bilan ko'p ishlandi nihoyatda. 26-sentyabrda terimni boshladik. Mashina terim qilib, mashina terimda 4 kunda rejani bajardik. Bu yil mana mashina terimda xarajatlar ancha kam bo'ldi. Terimda o'zidan 100 million foyda bo'ldi. Ayniqsa buni mashina terimda terganingizdan keyin darrovda g'alla ekiladigan maydonlarda tayyorlab peshma-pesh g'alla ekishga ham kech qolmaymiz ekan. Shu taraflari juda afzalliklari baland ekan. Qo'shtepa tumanida bu yil ham paxta yili bo'ldi desak yanglishmaymiz. Bu albatta soha mutaxassislarining, fermerlarning hamjihatlikda qilgan ishlari samarasi. Muhammad Karim Asilbek polizlari fermer xo'jaligi ham Shinjon usulida 76 sm sxemada paxta yetishtirib muvaffaqiyatga erishdi. Mana fermer xo'jaligimiz 2005-yil tashkil topgan. O'shandan beri Xudoga shukr g'alla paxta bo'yicha rejalarni bajarib kelyapmiz. 2024-yilda 82-90 navli paxta ekilgan, 90 sxemada ekkan edik. Yomon bas, yaxshi bo'ldi, lekin mana bu yil Xitoy navini ekdik. Yaqin 25-30 sentner undan o'tganligidan ko'proq mo'ljallayapmiz, xudo xolasa. 1 tonna 100 dan azotli o'g'it soldik. Sajen bilan ishladik. Mana sajen bilan ham 6 marta ishladik. Kultivatsiyalar to'xtagani yo'q, yozi bilan ichida ishlab chiqib, mana paxtalar ko'rib turibsizlar, Xudoga shukr. O'tgan yil 40 sentner paxta olgan edik. Bu yil mana 70 mo'ljallayapmiz. Paxtalarimiz yaxshi, mana qo'sh qator. Shu gektariga 240 ming ko'chat bor hozir shu yerda. 15 ta 16 ta bir tupida ochilgan. Endi bu 69-70 sentnerga abrabasada to'g'ri kelyapti. Shinjon usuli ma'qul kelgani birinchi navbatda
qurutga moyilligi yo'q ekan. Qolaversa, mana bu terim mashinaga ham qulay ekan. Bu teparoqda olarganda hosildi. Mana bularda Xudo xolasa chala qo'ymay teryapti bu Xitoy paxtasini. Mana bu yil paxta terim mashinasi oldik. Olib mana chiroyli ishlayotdi. Yana viloyat hokimimizni yordamlari bilan ikkinchisini olib keldik. Mana ikkovi ham yaxshi teryapti. 35-40 tonnagacha teryapti. Tumanda pishib yetilgan paxta xom ashyosini 16 ta kombayn yordamida terib olinyapti. Xitoy kombaynlarining ish unumi yuqori, hosilni tez va toza terib olishi fermerlarga ma'qul kelyapti. Haydovchilar uchun ham mazkur kombaynlarda barcha imkoniyat yetarli. 6-otryad boshlig'iman terim mashinasiga. Mana terim mashinasining afzalligini qarang. Oldin bitta fermerga terimga tushadigan bo'lsak, o'sha yerda 1 oyda terardi. 1 oyda terib ketardi. Qaysinisini oldiga borsangiz xursand. Viloyat hokimimizdan shunchalik xursand bo'lyaptiki, birinchidan 76 sxemaga ekkanimiz. 76 sxemaga shuna chiroqliq tushyapti. Mana paxtalarimiz mo'l ko'loli ochilgan bir Xudo berib. Mana bir kunda eng kamida 30 tonna paxta teryapmiz. Bu 30 tonna paxta terish uchun nechta odam jalb qilardik? Unga mashina ovora bo'lardi. Hamma yo'ldan afzallik bo'lib, hozir mana fermerlarimiz bitta mashinaning o'rniga yana qo'shimcha yana bittadan mashina olyapti. Mana bir kunda teryapmiz, orqasidan g'allani ekib ketyapti. Terib chiqib ketyapmiz. 10 gektarni bir kunda terib chiqib ketib olyapmiz. Prezidentimiz mana Farg'ona viloyatiga tashrif buyurganda Shinjon usulida paxta deganda qanaqa ekan, nima ekan deb o'ylangandi. Mahalliylarimiz shana tashadi. Mana issiqqa chidamasdan shana tashadi. Lekin Xitoy paxtalarimiz birorta ona shana tashagan boshqa narsani ko'rmadik. Shu afzalliklari bor ekan. Bu yildan kelgan Xudo xolasa mana o'sha Xitoy usulida ekib bundan ham hosildorlikni oshiramiz degan oldimizga marralarni qo'yyapmiz. Qishloq xo'jaligi sohasida 9 yildan beri yuqori unumli texnikalar boshqaraman. Bu yil Xudo xolasa mana paxta terim mashinasi boshqaryapmiz. Undan oldin yuqori unumli haydov traktorlari, bug'doy o'rish kombaynlari boshqarganmiz. Bu yil mana Svan kompaniyasining paxta terim mashinasini minyapmiz. Bunda mana kuniga 35 tonna, 40 tonna atrofida paxta terib topshiryapmiz. Qulayliklari juda zo'r, GPS orqali hamma yo'q bog'langan, umuman muammo yo'q. Kun mobaynida ishni bajaryapmiz. Tumandagi Abdurashid Zamini Gavhari fermer xo'jaligi ekin maydonlari markaziy Farg'onada joylashgan. Tuproq unumdorligi o'rtacha, suv tanqisligi bor. Fermer xo'jaligi a'zolari shularni e'tiborga olib, 30 gektar yerda 76 sm sxemada g'o'za parvarish qildi. Natija esa kutilgandan ziyoda bo'ldi. Qabul punktlariga 130 tonna hosil topshirildi. Bu rejaga nisbatan 10 tonna ko'pdir. Erta bahorda yerlar tekizlab olib, 300 kilodan amafos bilan rosa optimal muddatda chigitda ekib oldik. 1 gektarga 140 mingdan 160 minggacha ko'chat qoldirildi. 76 sxemada ekilgan bu yil. Yaxshi bo'ldi. Hosildorligimiz 45 sentnerga bo'ldi. Hozir dalamizda yana 7-8 sentner paxtamiz qoldi. Uni yashtirosi 50 dan o'tkazamiz. Erta bahordan beri halol va samarali mehnatimiz natijasida hosillarimiz juda ham mo'l bo'ldi. Mana mavsum boshidan beri 3,5 tonnaga yaqin paxta terdim. Bundan o'zim ham xursandman, oila a'zolarimiz ham xursand. 6,5 millioncha yaqin pul oldim. Ro'zg'orimiz mana Xudo xolasa bit bo'ldi. Bundan o'zim ham xursandman. Bu yil mana rejamizni bajardik, lekin hali mana dalalarimizni ko'rib turibsizlar. Paxta hosillarimiz mo'l. Bular terib olishga harakat qilyapmiz. Mana terimimiz boshlangandan beri 80 ta, 90 ta terimchilar ishtirok etdi terimimizga. Ular ham 4 million, 5 milliongacha pul olishdi. Ular ham xursand mana. Tumanda g'alaba manzil tomon dadil odimlab borilmoqda. Kuniga yillik rejaning 3-3,5% miqdorida paxta terib olinib, qabul punktlariga yetkazib berilyapti. Hademay Qo'shtepaning oq oltin xirmonlari chosh bo'ladi. Bugun astoydil qilinayotgan sa'y harakatlar ana shunga qaratilgan.